Ha, nima deyapti o'zi? Biz eskisidan zakaz qilganmiz. Bundan emas deyishyapti-da. Sherzodjon, o'zingiz bir narsa qilib tushuntirib turing. Ba'da dadam mazzasi yo'q, tepasida o'tiribman. Tushuntirdim, tushunishmayapti. Bo'lmasa pulni qaytaringlar deyapti. Qani hozir bitta harakat qilaman. Masalan, telefonda gaplashamiz. Hop. Agar ishingizda muammo bo'lib turgan bo'lsa, siz bemalol boravering. Dadajonga men o'zim qarab turaveraman. Ha, bo'ptimi. Borib kelibdi, zarur ish chiqib qoldi. Qarab turarsiz. Xo'p bo'ladi. Ha, Sherzod, xaridorlar qayerda? Ha, ofisda. Yaxshimisiz? Rahmat. Ha, aka, nima muammo bo'lyapti? Aka, biz ko'p korobkali suv nasos zakaz qilganmiz. Ishchilar saroni ko'rsatishyapti. Ha, shu tushunmovchilik bo'ldimi? Yuring omborga, ko'rsatib hammasini tushuntiraman sizga. Yuring aka. Siz mana undan zakaz qilgansiz-a? Ha, shundan edi. Bu eskicha ko'rinish. Hozir yangicha dizayner bilaman, shunaqa korobkada keldi. Eskidan ko'ra bu sal sifatliroq, lekin narxi bir xil. Korobkasi o'zgargan xolos aka bitta. Ha, men boshqa mahsulot deb o'ylabman. Yo'q, bir xil mahsulot. Prosta yangi korobkada keldi xolos. Mana granatamiz ham o'zgargan. Bunisi oldin rezinka bo'lardi, tezda ketib qolardi. Hozir kapron bo'lib, baquvvat bo'lib chiqdi. Ko'ring. Zo'r chiqibdi. Bo'lmasa kelishganimizda ana suv nasosingizdan 60 ta berasiz. Granatingizdan 40 ta berasiz. Amazon qolgan mahsulotlaringizni oldingiz-a? Ha, oldim. Bo'ldi, bularni ham balla yuklab, do'koningizga dastavka qilib berishadi. Bo'ldimi, hal qilib oldingizmi? Ha, bo'ldi, hal qilib oldim. Nima bo'lyapti aksiyalar? Ha, bo'lyapti aka. 30-iyun kuni 4 ta g'olibni aniqlab, Vyetnamga sayohatga jo'natib yuboramiz. Ha, zo'r. Shartlarni qanaqa qildilar? Shart oddiy. Boskos mahsulotlarimizdan foydalanib video olishadi va uni ijtimoiy tarmog'iga qo'yib bizlar bitka qilishadi. Va eng ko'p prosmotr yiqqan 4 ta videoni aniqlab, Vyetnam yo'llanmasini topshiramiz. Eng qizig'i, biletlarni ikkiga bo'lganmiz. Ikkitasini 10 mingtadan kam bo'lgan obunachisi bor g'oliblarga beramiz. Qolgan ikkitasini 10 mingtadan ko'p bo'lgan obunachisi bor g'oliblarga beramiz. Ha, zo'r qilibsizlar. Bosinglar gazini. Yo'q, 27 marta turibman. Mana endi. Alo. Uncha ko'tarmaysiz telefonni. Dadajon, omonatlarni topshirdilar. Nima? Tezroq keling. Akaslarga aytdim. Qachon? Hozir boryapman. Tinchlikmi aka? Dadam o'tib qolibdilar. Hammasiga sayibdorsan. Iblab tursang bo'lardi, chatga chaqirmasdan meni. Oxirgi lahzalarda tepasida turmadim. Ko'nglingiz yomon bo'lmasin. So'nggi vaqtda oldida bo'lmasligi nasib ekan. Biz ming harakat qilganimiz bilan Allohda aytgani bo'ladi.